O'quvchilarim, podpischiklarim uchun niyatlarini oldim. Aqlingizdagi inson qadam tashlab kelishi bormi deb ko'ramiz. 3 ta karta olamiz. Birinchi karta, ikkinchi karta, uchinchi karta. Aqlingizdagi inson qadam tashlab kelishi bormi deganda sizni o'ylab turibdi, xayol qilib turibdi. Sizni juda ham sog'ingan, o'y hayollari sizda. Hozirgi paytda o'ylovda qandaydir energiyasi o'ta kuchliki, o'zingizga uni tortib turibsiz. Gapirishlaringiz, his-tuyg'ularingiz, xullas o'zingiz bilasiz qanaqa holatda uni energiyangiz kuchli, uni o'zingizga qaratib olib bilasiz. Uni o'y hayollarida siz hozirgi paytda juda sog'ingan, lekin o'ylovda hozirgi paytda kelishni o'ylab turibdi, qanday yarashishni bilmay turibdi. Bu yerda sizni kutib turibdi u. SMS yozishingizni, xat xabar qilishingizni, o'zingiz qadam tashlashingizni xohlab turibdi u kishi. Uchinchi kartani tanlaganlar esa judayam o'ta sabrli, o'ta kuchli ayolsiz. His-tuyg'ularga berilgansiz. U ham xuddi shunaqa holatda qadam tashlab kelishi bor. Hozirgi paytda ham o'ylab turibdi, siqilib turibdi. Qadam tashlab kelishi bor, lekin ozgina uchinchi kartani tanlaganlar sabr qiling deb turibdi. Qadam tashlamasdan oldin ozgina sabr qiling. Chunki u ham o'zini judayam bir katta tutib turibdi. O'zi qadam tashlab keladi deb, lekin ozgina sabr qiling.